Senga nima degandim aziz? Ha, Ko'rdingmi? o'xshadi. Hammasi men aytgandek bo'ldi. Boblar Boshqa davo izlaydi. qilish olmaydi. Ko'ramiz endi. Hey! Tushunmadim, sansirayaptimi seni? Nima? Sen haddingni oshmayapsan. Sen haqqoniy bo'lmadi bu yerda sud. Yo'g'i. Ha, sizlar sotib oldinglar buni. Nimani sotib olamiz? Hey, Ey Oysha opa. O'g'lingiz oling hozir bir narsa qilib ey qo'yaman. nima qilasiz? Hech narsa qilolmaysan. Siroj bo'ldi. Qo'lingni tushir. Haddingni bil. Uy beraman dedimmi? Nima deding? Omadingmi? Mana bu hovlida meni ham haqqim bor. Yo'g'i. Ha, adamdan qolgan benzin kolonkada ham haqqim bor. Hammasidan haqqim bor. Shunaqami? O'zingdan ketma bola. Unda sud nima deb oching. chiqardi? Nima chiqasdi? Haqqing yo'q dedimi? Boring, Bu yerda sizlar o'yin qildinglar. Men boshqatdan topshiraman. Voy 10tasiga topshir. Ha, bo'ldi, 10tasiga topshiraman. Bu joyda Ha, gaplashamiz. bo'ldi, gaplashamiz. Bo'ldi, ha. Sizlar Xudodan qo'rqmaysizlarmi? Oysha, sen qo'rqqin Xudodan. Siz umuman gapirmang. Yana ham men seni sirlaringni aytmadim. Agar sirlaringni aytsam, bolang seni yuzingga qararmikan? Bor ket, ko'zimga ko'rinma. Xudoga soldim senlarni. Hali Xudo ko'rsatadi. Ko'rib turibman-ku. Xudo senga ko'rsatsin.